Amerikada $100 ga nimalar sotib olish mumkin? Amerikada bir kunlik ish haqqi evaziga nimalar sotib olish mumkin? Bu yerda odamlar $100 dan $150 gacha ish haqqi ishlash mumkin. Albatta, kasb hunariga qarab, shtatiga qarab. Bugun biz Amerikada eng mashhur bo'lgan Walmart magaziniga kirib, $100 ga nimalar sotib olish mumkinligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Avval oziq-ovqat uchun arava olamiz. 3 litr sut olamiz. 12 dona tuxum, smetana, sariyog' olamiz. Parmezan pishlog'i, shakarsiz kola, katta olma so'ki, 40 ta filtrlangan suv, ketchup, Oreo pechenyesi, Doritos chipsi, bolalar uchun katta qopchada xlopya, makaron, 2 kilogramm guruch, non, banan olamiz, 1 xalta piyoz, 5 kilogramm kartoshka, 1 xalta mandarin, bitta bodring, salat uchun ismaloq, 1 xalta olma, 1 qopcha pomidor olamiz. Hammasi menga $98 bo'ldi. Lekin kassada yana soliqlar qo'shiladi. Qizlarjonlar, mana $98 ga почти biz shuncha produktlar oldik. Bu meni har doim oladigan mayda-chudalarim. Endi hamma har xil o'ziga kerakli narsalarni oladi. Men sizlarga umumiy holda bugungi rasxodlarni ko'rsatib o'tdim.